Bugünkü sizlarga hürmetlik vatandaş. ...2022 8. ayının 27. günü. Yukarıda görüp öttük, hem sizle muhakeme kılaylı materyal diye ki leksiyen tapşırdık sizge qarap yakın. Ahırki kısmi haberler diye haberlerimizde hemmisi en yeni haber de başlandı vatandaş. Bu Abdur hesapta. Bu haberlerini tarqatkan Abdur şu en yeni haberler. Burun bu en yeni haberler. Zöysen Şenven. Xitay tilida şundaq deyilgan. Burun bu tor betyaka bu video film kanalida Govinguy sözleydi vatandaşım. Govinguy'un sözünü dansap görüp şeniştikmi, emasmi ondan keyin biz onu sizlarga yetkazatdik leksiya qilib. Yaqindan beri bu en yeni haber tor betida yoki shuni anglatquchi xabarga Amerika ovozi Xitoy tili programmasi, ya'ni yeziq shaklidagi Xitoy tili programmasi emas, video shaklida tarqatilgan Xitoy tili programmasi, Amerika ovozining Xitoy tili programmasi deb yozilgan bo'ldi. Shunga hozir men boshda sizga yetkazdim. Buningga ajablanasiz. Vatandoshlar nima deydi? Mush yilning oxirigacha Jungo Kompartiyasi gumron bo'ladi deydi. Agar bu so'zni Govinguy degan bo'lsa, men yolg'on gap yoki yolg'on paraz qiyos degan. Hozir bu Amerika ovozi Xitoy tili programmasi degan so'z chiqib qoldi vatandosh. Bu yerda farq bor. Nəhayət zor farq var. Biz başda qısqa xəbərlərimizdə nemi dedik? Muş yılının axırıqıcı Jungo Kompartiyası oğduruludu dedi. Yoki kommunizm gumron bo'ladi. Nəhayət tez vaqt. Bunun siz ajablanasiz. Biz ham shunday ajablanamiz. Men beşdə etdim hozir. Mushu programmada birdamda öyle büyük ira torbetideki obzorchi Li Muyang sözlegan edi bir vaqt. Ondan keyin boshun torbetining Jansuluk obzorchisi ismi-isimda qolmabdi. U sözlegan edi bir vaqt. Ondan keyin mushu programmada Amerika ovozi ishlaydigan bir ayol diktor hozir u muxbirlikdan chiqib ketdi. Burun muxbir vaqtidan bir riyosatchi edi. Hozir mushu programmaga riyosatchi bo'layotdi. Uning mavzusi ostidan video. Videoda uning suratini chiqyapti. Men bunga hayron bo'ldim vatandosh. Endilikda bunga hayron bo'lishning sababi buni Govinguy so'zladi. Andın Li Muyang sözledi, obzor şu fikir qildi, bayon qildi. Mesela ben fikir qildim, bayon qildim desek ham to'g'ri betki biz ixtiyoriy odamlar, ixtiyoriy so'zlaydigan odamlar ilojimizdan birichi paketga rostchilikqa intilimiz, omini, xalqni yoki anglayotgan odamlarni qaymoqtirishdan hojati yo'q bu xabar tarqatishda vatandosh. Biroq nopoz meselesi var. To'g'ri betining nopozi meselesi var. Bu yerda Amerika ovozi Xitoy tili programmasi deb yozilgan ekan, bu nopoz meselesi. Shunlashqa buningda deyilayotgan, chiqayotgan gap mutlaq rost bo'lishi kerak. Mutlaq chin bo'lishi kerak vatandosh. Yoki hech bo'lmaganda shunday talab qo'yishimiz kerak, shundaqmi? Shunga birinchisi nima deb yana bir anglab o'ting. Eng yangi xabar. 8. ayının 27. günü ciddi uqtirish. Li Keqiang siyosiy sahnaga chiqdi. Xi Jinping taxtdan tushdi. Jungo Kompartiyasida zo'r o'zgarish yuz berdi. Jungoda hozir intayin eg'ir kriz manziliga yetib keldi. Kommunizm mush yilning oxirida hukmron bo'ladi. Yani Asya'da, yani Jungo'da komünizm mush yilning oxirida hukmron bo'ladi. Amerika ovozi Xitoy til programmasi YouTube 8. ayının 27. günü. Endi do'q, yani şu qisqa xabarlarning ichida Mashan Shinbin deymiz, yana boshqa bir gruppada
Nima dedi? Hozir Jungoning istiqbolidan hech kim umidlik bo'lmayotdi. Hozir Jungo Kompartiyasi kriz, ziddiyat ichiga kirib qoldi. Hayat mamatlik kurash ichiga kirib qoldi. Mushu gaplarni angladik. Vatandoshim buni bugun bir favqulodda xabar deb o'zimcha sizlarga hozir tahlil qilib berdim, ham muhokama qilib berdim. Qani sizdan buning qo'shilishingiz va buning qo'shilmasligingiz bu tamam o'zingizning ixtiyoridagi vatandosh. Lekin vaziyat mana shu ekan. Navbatda vaziyat mana shu degan gap. Bu ikki ishidagi vaziyat. Anandaki oldimizda yaqinda Amerika Davlat Majlisida Tayvan to'g'risida hamda hozirgi mavzu nima desangiz, Tayvan siyosat qonuni. Ayni vaqtda Uyg'ur kishilik huquq va siyosat qonuni deb e'lon qilingan-ku, xuddi shuningga o'xshash endi Tayvan siyosat qonuni shu oldimizda e'lon qilinadi ekan. 9-oy ichida o'ttirg'i chiqadi ekan. Ening qo'yilgan mavzu va u to'g'ridagi to'rbetdagi tahlillar nima desangiz, Amerika Tayvan munosabati jiddiy bir davrga kirib keladi. Ondan bugunlardan Jungo ozodlik armiyasi Tayvan bo'g'izini nima deb jakarladi desangiz, Tayvan bo'g'izida Jungo ozodlik armiyasi doimiy faoliyat, ya'ni doimiy harbiy manbir faoliyati elib boradi. Biz shundoq jakarladik deb bugun jakarladi. Bundan aytganda buning xalqaro jamiyat qanday inkas qaytardi? Amerika Qo'shma Shtatlari qanday inkas qaytardi? Vaziyatning keyingi taraqqiyoti siz bilan bizning diqqatimiz oldida turibdi, vatandosh.